Avtomat korobka, va qizim. Ana bitta baxtingiz bormi? Marojnorishga 2 kilo. Bo'ldi, marojni olib beraman sizga. Qizim raqsdan chiqdilar. Cobalt avtomat korobka. Trendga chiqib ketdi, bu narsa bilasizlarmi? Kim shu bizning sohada ishlaydiganlarni profiliga kirsanglar, shu narsa, faqat bu narsa mana ametda. Mana hozir biz programma qilib berdik, mashinani gaz, benzin programma qilib berdik. Torch dinamikasini to'g'irlash uchun taxometrda skachkasi bor. Shuni to'g'irlash uchun qilib berdik. Buni просто egalari shunaqalar chiqib ketdi, duvdilar, hozir bonusga qilib berdim shuni mana. Tabloda ishlab ko'rsatib yuradi. Endi bu chiqmagunga qadar misol uchun mashinada, Cobaltlarda qanaqadir gluk bo'lganmi yoki mashina qizib ketganmi yoki motor yurmay qolganmi? Unaqa narsa bo'lmagani, to'g'rimi? Ja, seriozli narsa emas bu. Ametda ham turibdi. Bu bo'lmasa, misol uchun mashina qizib ketadigan bo'lsa, tabloda ikonka yonadi, o'zi sekin chetga olib to'xtab, ustaxonaga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bunda ham xuddi shu narsa, hozir ko'rsanglar qizib ketgansa, bari chetga olasizlar, unda ham ikonka yonadi. Bitta narsa-ku. Bu ja bir globalniy sistema bo'lsa kerak. Qarasang, voy, yengillikni biri. Okalar, voy, bir narsalar deb tashashdi, xullas. Mana kelinglar, bonusga yozib beramiz. Kelaverasizlar.